Yaponiyada singlim boshlang'ich maktabni bitirdi. Yaponiyaning boshlang'ich maktabida forma bo'lmaydi, hamma o'z kiyimini kiyib boradi. Bitiruv kunida esa kostyum yubka yoki hakama degan kiyim kiyishadi. Bu hakama kimononi dugonasi desa ham bo'ladi. Singlim esa bitiruv kunida dugonalari shu hakamani kiyishayotgani uchun o'zi ham hakama kiyishni xohladi. Bu hakamani kiyish uchun birinchi shunaqa sochiq bilan baylab chiqishingiz kerak ekan, belingizni yaxshi turishi uchun. Undan keyin ikki xalat kiydi, undan keyin belini baylashdi. Undan keyin yana qattiq mato bilan belini baylashdi. Usti ko'ylagini kiygandan keyin yoqasiga shunaqa matoni kirgizishdi. Bu matoni hech qanaqa tikka baylab qo'yishmadi, shunchaki kirgizib qo'yishdi. Kirgizish ham qiyin ekan. Undan keyin singlim belini yana baylashdi. Yana belini shunaqa mato bilan baylashdi. Bu hakamani oyim dugonasi bilan ikki kishi bo'lib kiygizishdi. 45 minut ketishdi. Oldingi yaponlar qanday kiyishgan bo'lsa, beliga shunaqa uzun mato bilan bantikcha yasashdi. Singlim hattoki charchab ketganda o'tirib oldi. Baylangan joyiga shunaqa kartoncha tiqishdi. Kimono bilan hakamani ajratib turadigan joyi shu qizil yubkada. Qizil yubkani olsangiz xuddi kimonodek ko'rinadi. Va nihoyat shu qizil yubkasini ham baylashdi. Undan keyin shu orqadagi bantikchasini ustiga tiqib qo'yishdi. O'zi ham singlim belini rosa baylashdi, necha marta baylashdi, kommentariyada yozib ketinglar. Menimcha bu beliga o'qam o'tmaydi. Siz bo'lganingizda shu hakamani kiyib ko'rgan bo'larmidingiz?